Santanavli yangi eksporti bor o'ringlardan sovuq umuman urmaydi. Kalibri bo'yicha eng yirik o'rik hisoblanadi. Bozor bo'yicha ham eng zo'r o'rik, bozor suyadigan o'rik Santa bo'ladi. Qarang, ko'rsating holatini. Tovarning vid bo'yicha eng nominaladigan o'riklar. Umuman sovuq urmaydi, ursa ham 10% uradi. Kameraga olib kelinglar, mana 90% mevasini ushab bo'ladi, qaranglar. Hozirda bu Rossiyaga $6 dan uzilyapti, qaranglar holatini. Juda zo'r holatda, shingil mevalar olganim qaranglar do'stlar. Video yoqqan bo'lsa like bosib o'rasizlar. Biz buni ishonchli ko'chatlardan xudo xolasa kuz mavsumiga noyabr oyiga yetishtirib qo'yganmiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa akalar o'ringlarga ko'rib baho beraverasizlar. Juda zo'r o'rik. Juda ham katta poliyamizda biz shuni mana bu shoxi bo'lsa shu joyidan kesib mana olib kelingda qarab. Shu pindilardan payvand qilib ko'paytirganmiz ko'chatlardan do'stlar. Qarang. Mana juda zo'r holatda. Mevani ko'tarolmasdan o'sha egilishni boshlayapti. Mana bu tomondan ham ko'rsatib yuboring. 2026-yil 15-may sanasida o'sha terim jarayonlari boshlanib ketgan mana. Bog'lari endi pishyapti, shular pishib bo'lgan. Xudo xolasa ko'rsataverasiz aka. Ishonchli ko'chatlarni Agrouzvoddan xarid qilishlaring mumkin do'stlar. O'rikni holatiga like bosib, obunani unutmanglar. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar.